Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun ko'pchilikning talablariga ko'ra keyingi videomiz Max klinikasining Dvarkadagi filiali nevrologiya bo'limi boshlig'i doktor Rajneesh Kumar bilan bo'lib o'tadi va bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda nafaqat butun dunyoda ham ko'plab uchraydigan, lekin ko'pgina savollarga, murojaatlarga sabab bo'layotgan holat epilepsiya, ya'ni sudragi masalasida gaplashamiz. Qanday aniqlanadi, qanday holatlarda sodir bo'ladi va nimalar qilinishi kerak, shular haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Men doktor Rajneesh Kumar. Men AIMSda tibbiyot doktori, nevrologiya mutaxassisligini tamomlaganman va so'nggi 20-25 yildan beri nevrologiya sohasida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Ilgari Paras Hospital Gurgaonda ishlaganman. Hozir esa Max Hospital Dvarkada faoliyat olib boryapman. Max Hospital Dvarka bu yuqori darajadagi super ixtisoslashgan shifoxona hisoblanadi. Nevrologiya sohasida ham biz turli yo'nalishlarda ishlaymiz. Epilepsiya, bosh og'rig'i klinikasi, skleroz, harakat buzilishlari bilan shug'ullanamiz. Shuningdek, biz nevrologiyada mavjud bo'lgan zamonaviy muolajalarni ham bajaramiz. Masalan, Parkinson kasalligi va distoniya bilan og'rigan bemorlar uchun DBS, ya'ni chuqur miya stimulyatsiyasini amaliyotlarni o'tkazamiz. Demak, birinchi savolimiz bo'ladi. Demak, bularni bo'limida nevrologiya bo'yicha barcha soha, barcha kasalliklarda davolash muolajalari, hattoki operatsiyalar o'tkazilar ekan, zarurat bo'lganda rivojlangan texnologiyalar yordamida yangi eng oxirgi jarrohlik amaliyotlari ham qilinadi, ham konservativ lecheniya, ham operativ. Endi bizda savol bo'ladi, sudraga, immuniy bo'lgan epilepsiya haqida gaplashamiz. Epilepsiya qanday sodir bo'ladi, qanday holatlarda, sabablari nimalar bo'ladi? Then our first question will be like today we want to cover the topic of epilepsy. What is it? How it will happen? The first thing, I think it's better if we give the reasons why this happens. Why this happens? Yes. Okay. Epilepsiya bilan og'rigan bemorlarni dori vositalari bilan davolaymiz. Ammo ayrim bemorlarda xurujlar dori bilan nazoratga olinmasa, maxsus qurilmalar qo'llaymiz. Masalan, vagus nervi stimulyatsiyasi qilamiz. Shuningdek, epilepsiyani jarrohlik yo'li bilan davolash amaliyotlarini ham bajaramiz. Epilepsiyani oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, bu miyadagi qisqa tutashuvga o'xshaydi. Miyada juda ko'p hujayralar mavjud va biz bajarayotgan barcha harakatlar, masalan, qo'lni harakatlantirish, barchasi miya tomonidan boshqariladi. Agar ushbu hujayralar orasida noto'g'ri yoki g'ayritabiiy bog'lanishlar paydo bo'lsa, epilepsiya yuzaga keladi. Epilepsiyaning turlari ko'p. Masalan, miya infeksiyalari, masalan, meningit epilepsiyaga sabab bo'lishi mumkin. Miya o'smalari ham tutqanoq va epilepsiyaga olib kelishi mumkin. Qonda natriy yoki kaliy miqdorining oshib ketishi, buyrak yoki jigar faoliyatining buzilishi ham xurujlarga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan xurujlar aniq sabab bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, infeksiya tufayli. Bunday holatda biz buni tutqanoq deb ataymiz. Ammo agar hech qanday sabab topilmasa, MRT, EEG tekshiruvlari normal chiqsa-yu, bemorda xurujlar davom etsa, bu holat epilepsiya deb ataladi. Ya'ni sog'lom odamda sababsiz takrorlanuvchi xurujlar bu epilepsiyadir. I didn't know this. This is the new for me. Demak, sudragi bilan epilepsiya farq qilar ekan. Doktor tushuntirib o'tganlaridek, xo'p, sabablarni bilib oldik, har xil sabablarga ko'ra sodir bo'lishi mumkin. Endi bizda keyingi qadamimiz bo'ladi davolash usullari. Qanday usullarda davolanadi va davolashdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Nima biz uchun juda ham muhim. Now the point will come to the treatment. Okay, we know the reason it happened, for example, and now the treatment, how it will be treated. Agar bemor xuruj bilan bizga murojaat qilsa, eng avvalo uning sababini aniqlashga harakat qilamiz. Buning uchun qon tahlillari o'tkazamiz. Natriy, kaliy, qand miqdorini tekshiramiz va agar muammo bo'lsa, uni davolaymiz. Keyingi bosqichda miya tekshiruvini o'tkazamiz. Bu oddiy MRT emas, balki epilepsiya protokoli bo'yicha maxsus MRT bo'ladi. Ushbu tekshiruvda xurujlar asosan miyaning qaysi qismidan kelib chiqayotganini aniqlashga harakat qilamiz. Ayrim hollarda miyaning bir qismi hajmi jihatidan kichikroq bo'lishi mumkin. Buni biz MRT orqali aniqlaymiz. Shuningdek, EEG tekshiruvini ham o'tkazamiz. EEG yurak uchun EKG qanday bo'lsa, miya uchun xuddi shunday tekshiruvdir.
EEG orqali xurujning qaysi turdaligini aniqlash mumkin va shundan so'ng davolanishni boshlaymiz. Agar bu birinchi marta bo'lgan xuruj bo'lsa, ko'pincha darhol dori boshlamaymiz. Bemorni kuzatamiz. Agar ikkinchi marta ham xuruj bo'lsa, shunda dori davosi boshlanadi. Odatda bemorlar bizga 2 yoki 3 marotaba xurujdan keyin murojaat qilishadi. MRT va EEG natijalariga qarab mos dori tanlaymiz. Bugungi kunda epilepsiya uchun juda ko'p samarali, kam nojo'ya ta'sirga ega dori vositalari mavjud. To'g'ri tanlangan dori yordamida epilepsiya bilan og'rigan bemorlarning 80-85% ni muvaffaqiyatli davolash mumkin. Ammo taxminan 15% bemorlarda dorilar yetarli samara bermaydi. Bunday holatlarda biz ularni jarrohlik yo'li bilan davolaymiz. Bu bemorlarda 1-3 kun davomida uzluksiz EEG monitoring o'tkazamiz. Agar xurujlar miyaning aniq bir sohasidan kelib chiqayotgani aniqlansa, o'sha sohada jarrohlik amaliyoti bajarish mumkin. Biz Max Hospitalda bu imkoniyatlarga egamiz va ushbu muolajalarni bajaramiz. Yangi dori vositalari juda samarali va nojo'ya ta'siri kam. Shuning uchun bemorlar uchun aynan mos dori tanlash imkoniyati juda yuqori. Demak, bizda o'zimizda men ko'pchilik bemorlarda ko'raman, keladigan mana shu dorini ichyapman deganlari juda ham cheklangan dorilarda yo bitta yo ikkita masalan sudurgiga qarshi dorilarni ko'rganmiz. Lekin shifokori tushuntirishi bo'yicha tushuntirib o'tganlaridek, bizda juda ham turli xil dorilar mavjud. Shunaqa dorilar chiqqanki, ularni zararlari ham nisbatan taqqoslaganda kamroq ekan. O'shanga qarab dorilarni tanlashda ham juda katta ahamiyatga ega ahamiyat berish kerak ekan. Endi bizda davolash usullarini ko'rib chiqdik. Davolash usullarini ko'rib chiqqanimizdan keyin bizda savol bo'ladi, agar bemorlar O'zbekistondan turib yoki O'rta Osiyo davlatlaridan turib bu yerga keladigan bo'lsa, etaplar qanaqa bo'ladi va necha kun vaqt oladi bu? Uzoq muddatli jarayonmi yoki tez bo'ladigan jarayonmi? Odatda bemor bizga kelgach barcha asosiy tekshiruvlar, qon tahlillari, EEG va MRT 5-6 soat ichida tayyor bo'ladi. Agar bemor faqat dori bilan davolanishi kerak bo'lsa, 2-3 kun ichida bemorni davolashimiz va uyiga qaytarishimiz mumkin. Agar jarrohlik bilan davolash kerak bo'lsa, tekshiruvlar bilan birga 7-10 kun davom etishi mumkin. Ammo bemorlarning katta qismi taxminan 85% dorilar bilan davolanadi va ular 2-5 kun ichida davolanishni boshlab qaytib ketishlari mumkin. Bizda o'tkaziladigan MRT tekshiruvi 3 Tesla quvvatli apparatda amalga oshiriladi va epilepsiya uchun maxsus epilepsiya protokol bo'yicha bajariladi. Ko'plab mamlakatlarda bunday protokollar mavjud emas. EEG ham juda muhim, chunki uni tajribali shifokorlar talqin qiladi. Tashqarida o'tkazilgan tekshiruvlarni ham har doim to'g'ri baholash qiyin bo'ladi. Shuning uchun tekshiruvlarni shu yerda o'tkazishni tavsiya qilamiz. Agar xurujlar tez-tez takrorlansa, ko'proq dori berishga to'g'ri keladi va bu nojo'ya ta'sirlarni kuchaytiradi. Bundan tashqari dori vositalariga resistentlik rivojlanadi. Takroriy xurujlar miya rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va bemor jarohatlanishi mumkin. Tilni tishlab olishi, og'riqlar, yelka chiqishi kabi asoratlar kuzatiladi. Shu sababli xurujlarni imkon qadar oldini olish bizning asosiy maqsadimiz. Ba'zi bemorlarga 6 oy yoki 1 yilda bir marta ko'rik yetarli bo'ladi. Xurujlar tez-tez bo'lishi kutilgan bemorlarni esa erta chaqiramiz. Shuningdek, siz biz bilan bemorlar o'rtasida ko'prik bo'lib, onlayn konsultatsiyalar orqali dorilarni moslab borishimizga yordam berasiz. Agar bemorda xuruj bo'lsa, birinchi navbatda uni yerga yotqizish kerak. Yiqilib jarohatlanmasligi uchun uni yon tomoni bilan yotqizish zarur. Shunda og'izdagi suyuqlik tashqariga chiqadi. Atrofida jarohat yetkazadigan buyumlar bo'lmasligiga e'tibor berish kerak. Agar bemor o'ziga kela boshlasa, u qabul qilayotgan dori berilishi mumkin. Ammo agar hushiga kelmasa, darhol shifoxonaga olib borish zarur. U yerda tomir orqali dori berib, xuruj nazoratga olinadi. Tashakkur. Demak, sudurgi bo'lgan paytda yuqoridagi aytilgan narsalarni qilish juda hammaga rahmat. Agar epilepsiya muammolari kuzatilayotgan bo'lsa yoki savollar